Mana hurmatli do'stlar, har xil nimalar gap so'z yuradi. Operatsiya paytida 80 yosh, 70 yosh operatsiya qilish mumkinmi, yo'qmi degan savollar bo'ladi. Ko'pchilik savol beradi bizga. Bitta narsani aytish kerak. Odamning yoshi operatsiyaga qarshi ko'rsatma emas. Qarshi ko'rsatma yurak kasali bo'lsa mumkin emas operatsiya. Buyragi kasal bo'lsa, jigar kasal bo'lsa, terminal boshqa ularda mumkin emas operatsiya o'tkazish. 50 yosh odamni operatsiya qilib bo'lmasligi mumkin. Lekin 80 yosh odamni operatsiya qilib bo'lish mumkin. Bu hamma narsa tekshirgandan keyin aniq bo'ladi. Yurak tekshirasiz, boshqa joy tekshirasiz, hamma tekshiradi. Mana bu bobomiz 86 yoshga. 86 yoshga, 87 yosh. 87 yoshga yo'g'onichaklardan ikkita yarani olib tashladik. Bir emas, ikkita yarani olib tashladik. 6 oy oldin kelib qochib ketuvdilar. Operatsiyadan qo'rqib, men ko'tarmayman bacham, menga tegma deb ketdi. Esingizga bormi, yangi London keldi. 24-dekabrda edi. Keldilar, menga tegma bacham, men yashadim dedilar. Lekin ana og'riq qo'ymadi, boshlamadi. Mana Xudoning xohishi bilan Xudo shifo berdi. Mana javob berishga tayyorlanyapmiz. To'g'rimi bobo? Ana ayting. To'g'ri. Mana yaxshiman. Xudoga shukr, yaxshiman. 87 yosh ana. Sog' bo'ling bobo. Sog' bo'ling. Rahmat. Qo'rqmayman bor.